Bay degani savdo degani. Savdo degani demak oldi sotdi qilish. Bir molni ikkinchi molga almashtirish deydi eski vaqtdagi ulamolar. Chunki dastlab insonlar savdo aloqalarini o'rnatgan paytida pul bo'lmagan. Birov uyidagi bir molini olib kelib, o'ziga kerak boshqa molga almashtirgan. Bu almashtirishlar davom etib yurib, keyin sekin-sekin rivojlanib, undan keyin pul chiqqan. Haligi narsalarni ko'tarib yurmasdan pulni borib, pulga almashtirish yo'lga qo'yilgan. Hozirgi bizni ko'zi o'ngimizda savdo desa pulga bir narsani sotib olish tushuniladi. Lekin aslida haligi gap bir molga boshqasini almashtirish savdo deyiladi. Tijorat savdodan ko'ra kattaroq ma'noni ifoda qiladi. Bugungi kunni tili bilan aytganda moliyaviy muomalalar deyiladi. Ana moliyaviy muomalalar inson jamiyatining o'zaro aloqalar ichida o'ta ahamiyatli muomala hisoblanadi. Va bu aloqalar ichida eng muhim o'rin egallagan demak soha hisoblanadi. Shuning uchun siz bilan biz mo'min musulmon insonlar bu boradagi ta'limotlarni yaxshilab o'rganishimiz, ularga ixlos bilan amal qilishimiz matlubdir. Shunda topgan narsalarimiz halol bo'ladi, qilayotgan muomalalarimiz halol bo'ladi va o'sha o'zimiz uchun topgan molimiz, o'zimiz uchun qilgan muomalalarimizni diniy ta'limot asosida qilganimiz uchun o'zimiz bu dunyoda moddiy manfaat ko'rsak ham ajr savob olamiz. Ajr savob olamiz. Ana tijorat bobiga kirib faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lgan har bir mo'min, har bir musulmon faoliyatini boshlashidan oldin tayyorgarlik ko'rishi kerak. To'g'ridan to'g'ri ko'chadan kelib tijoratga kirib ketavermaydi. Men shu sohada ishlamoqchiman. Xo'p, bu soha o'zi qanday soha? Bir o'rganay deb o'tirib olib o'rganadi. Bilganlar bo'lsa, o'qishlari bo'lsa borib o'qiydi. Bilganlardan so'raydi, kitobdan va boshqa ma'lumot uzatadigan vositalardan foydalanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning ulug' sahobalaridan bo'lmish Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, kim savdo kitobini o'qimasa bizni bozorga kirmasin. Chunki o'qimaydi, tijoratga qilsa xato qiladi. Yo'l o'zini ham gunohga qo'yadi, boshqani ham gunohga qo'yadi. Shuning uchun oldin bilib olsin. Yaxshilab o'rganib olsin. Tojirlikni asosiy shartlari nima? Tijoratni qanday qiladi? Bu bobda nima halol, nima harom? Tojirlik odoblari nimalardan iborat? Muruvvat ko'rsatish degani nima degani kabi mana shu sohaga oid barcha narsalarni qunt bilan avvaldan o'rganish kerak. Yaxshilab o'rganib olib, ana undan keyin bu sohaga kirsin va kirgan chog'ida ana shu o'rgangan ilmiga ixlos bilan amal qilsin. Shunda ishi to'g'ri bo'ladi, topgani halol bo'ladi, amali savob bo'ladi. Bo'lmasa ishi noto'g'ri bo'ladi, topgani harom bo'ladi, amali gunoh bo'ladi.